Assalamu alaykum, sevimli qarindoshlarım. Men kitob o'qish minbaridan Mehray Rahman sizlarga bu Ramazon jarayonida Shirin Buloq sirasini bevosita o'qib tarqatyapman. Tunugim biz o'qib Beri Mauna fojiasi degan mazmun kelib to'xtagan edik. Vaqtni ching tutish maqsadi bilan unda hozir biz boshlab ketaylik. Beri Mauna fojiasi. Rajab vaqasi yuz bergan ayning o'zida uningdimi ig'ir ham uningdimi echinishliq yana bir fojia yuz berdi. U tarixda Beri Mauna fojiasi deb ataldi. Vaqa mundaq yuz bergan edi. Shu kunlarda yana Nayziboslar podshohi deb nom olgan Abu Barai, to'liq ismi Amr ibn Malik, Bani Amr qabilasidan Madinaga kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishdi. Ko'rish jarayonida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni musulmon bo'lishga da'vat qilgan edi. U hozircha ta'xir qildiganligini, ammo musulmon bo'lishni chetga qoqmaydiganligini bildirib, "Ey Rasululloh, ashablaringni Najd tarafga avatgan bo'lsang, ular ahli Najdni diningga da'vat qilgan bo'lsa, ularning musulmon bo'lishida umid bor edi", deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga taklif berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men ularga Najd aholisining suiqasd qilishidan qo'rqaman", dedi Abu Barai. "Xotirjam bo'lgin, men ularga boshpana bo'laman", dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga 40 ibn Issoq rahimahullohning rivoyatida va Sahih Buxoriyda 70 odamni qetib yo'lga soldi va ularga Bani Saida aymoqining boshlig'i Munzira ibn Amru raziyallohu anhu izohatda o'lim uchun ozod qilingan degan nomi bor deyilibdi. Ni amr qilib tayinladi. Ular musulmonlarning eng yaxshilari, fozil solihlari va eng diyonatlik qori Qur'onlardan tarkib topgan edi. Ular yo'lga chiqib, kunduzi o'tin terib setib, ahli soffaning yemaklarini g'amlasa, kechasi Qur'oni Karim darsini qilib muzokara qilishatdi va namozda qiyomda turadi. Ular shu ravishda yo'l yurib, oxir bir kuni Beri Mauna, u Bani Amr qabilasining zimini bilan Bani Sulaym varisi orlig'idagi o'tan deb izohat beribdi. Ga kelib tushdi. Ondan ular Haram ibn Milhan raziyallohu anhu izohatda Ummu Sulayma raziyallohu anhaning qarindoshi debdi. Dan Xudoning dushmani Amr ibn Tufayga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maktubini avatdi. Mal'un Amr ibn Tufayl xatga qarabmi qo'ymay bir odamni buyurib, Haram raziyallohu anhuning keyni tarafidan nayz urg'izdi. Haram raziyallohu anhu keyindan urilgan nayzning oldi tarafidan qon bilan teshib chiqqanligini ko'rib, Allohu akbar. Kaybning Rabbi bilan qasamki, "Men arzuyimga yetdim", dedi-yu sirilib yiqildi. Bu Xudoning dushmani Haram ibn Milhan raziyallohu anhuni shahid qilgandan keyin darhol chiqib Bani Amr xalqini Haram raziyallohu anhuning hamrohlari bilan urushga chaqirdi. Lekin ular shu jamoatdan bo'lgan Abu Baraining panohligini ko'zda tutib, uning chaqirig'iga ovoz qo'shmadi. Mal'un Amir buning bilan to'xtamay Bani Sulaymini jangga, ya'ni yordamga chaqirgan edi. Ulardan Usayya, Ra'il va Zakwan aymoqlari qo'zg'alib kelib, da'vat umigini qo'rshib oldi va ularni urushga majburlab qattiq jang bo'ldi. Musulmonlar tarafdan faqat Kayb ibn Said ibn Najjar raziyallohu anhudan boshqasi butunlay shahid qilib etildi. Kayb o'liklar orasida hayot qolgan bo'lib, xeyli uzoq umr ko'rgandan keyin Xandak urushida shahid bo'ldi. Shu kunlarda Amru ibn Umayya ibn Zamri bilan Munozir ibn Uqba ibn Amir shu atrofda musulmonlarning podalarini beqiyotdi. To'satdan ular bir to'p yirtqich qushlarning ko'kda parvoz qilib kelib, bir joydan agib ketolmay qolganligini ko'rdi-da, ahvolni ko'rib, beqish uchun kelib, Munozir mushriklar bilan tutishib qilib, oxir shahid qilib etildi. Amru ibn Umayya Zamri asirga tushib qoldi. Mal'un Amr Amru ibn Umayyaning Muzar jamoatidan ekanligini
yo'liqqandan keyin uning ko'kulichini qirqib etib, onasi uchun ozod qilib qo'yibdi. Şunun bilan Amr ibn Umayya Zamri aşı 70 qariyning behuda baxtsizlik yo'liqqanligidek og'ir musibat xabarini elib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga keldi. Ularning bundaq yiroqda biroqli yo'qolishini musulmonlarga Uhud tragediyasini qayta eslatdi. Balki uningdan og'ir qayg'u alamga patqizdi. Chunki Uhud urushida bo'lsa 70 mujohid oshkora jang maydonida badiran ilishib, mardlarcha shahid bo'lgan edi. Ammo bular razillik oldam xaltisiga tushib qolib, behuda ketib qoldi. Amr ibn Umayya qaytish yo'lida Qarqara degan yerdagi Kariz beshiga kelib, bu daraxt tuvida saydab o'tiratdi. Bani Kilab qabilasidan natonish ikki odam kelib daraxt tuviga tushdi. Ular uxlab qolgandan keyin Amr ibn Umayya qarindoshlarimning intiqobini oldim deb o'ylab, ularni o'ldirib etib, yenib keldi. Aslida bularda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularga yezib bergan omonlik maktubi bor edi. Amr buni o'qimagan edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishib, yo'lda yuz bergan voqeani aytib berib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni meni to'lam to'lsin deb o'ldirib qo'yibsan dedi. Va shuni kundan boshlab ularning to'limi uchun musulmonlardan va ittifoqdosh yahudlardan mablag' to'plashga kirishdi. Dal mushu ish Bani Nazir urushini qo'zg'ashning sababi bo'lib qoldi. Uning tafsiloti keyingi boblarda bayon qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu bir qancha kun ichida orqa-orqadan yuz bergan Rajiya va Biri Mauna fojialari uchun qattiq qayg'urdi va og'ir azob tortdi. Hatto bir qancha kun ish pishug'ini bosolmay o'z ashablariga suiqasd qilgan va aldab yo'qotgan ashu qabila va aymoqlarga duoibat qildi. Sahih Buxoriyda Anas radhiyallohu anhudan naql qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Biri Maunada o'z ashablariga suiqasd qilgan Ra'il, Zakwan, Lihyan va Usayya aymoq jamatlariga har kuni bomdod namozda 30 kundak duoy qunut duoibat o'qidi. U duosida: "Ey Alloh, Usayya jamiyati Allohga va payg'ambarga osiylik qildi" deydi deyilgan. Shu yerda Alloh taolo Qur'oni Karimda oyat nozil qildi. Biz uni tilovat qildik. Xilidan keyin bu oyat amaldan qoldirildi. Qavmimizga yetkazib qo'yinglarki, biz Parvardigorimizga muloqot bo'ldik. Alloh bizdan rozi bo'ldi. Bizmi Allohdan rozi bo'ldik. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida qunut, ya'ni duoibat deb zot beribdi, o'qishni to'xtatdi. Bani Nazir jangi Yahudlarga berilgan qaqshatqush zarba. Oldingi boblarda biz Yahudlar islom dinining Madina tuproqida yiltiz tartqanligiga va muhojir musulmonlarning bu yerda yerlashib qolganligiga qattiq ochiq saqlayotdi va hasad o'tida puchilniyotdi. Ammo ular musulmonlarga shuncha o'ch bo'lsa-mu, lekin ularda musulmonlar bilan qarshilashqudek yurak va jasorat bo'lmag'achqa, ular faqat samonning tegidan suv yugurtib, suiqasd, aldamchilik, ig'vogarchilik qilishni o'xshatalaydiganligi uchun musulmonlar bilan tuzilgan kelishim va ahdu paymonlarga oshkor xiloflik qilishga jur'at qilolmay, hadab asratdan ziyon silib va suiqasd planlab, har xil hiyla-nayranglarni ishlatib, fursat topsila dillardagi yushurun adovat zaharlarini chechib yuratdi va bu orqali ko'ngli taskin topqizatdi. Bo'libmi ular Bani Qaynuqa vaqasidan keyin va ularning o't quyruqi katibishi Kayb ibn Ashrab yushurun o'ldirib etilgandan keyin bir oz jimiqib, singan nendi yeb, tinchlik yo'lni tutgan edi. Lekin Uhud urushidan keyin ularning birdilla xo'riki o'sib, uchuqdan uchuq musulmonlar bilan o'chakilishga boshladi. Munofiqlar va Makkalik mushriklar bilan maxfiy aloqalashib, eg'iz burun yalashdi. Musulmonlarga qarta
aksiyetçil harakatlarni tezlatdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning bu qilmishlariga qarata qattiq o'zini tutib olish, sabr qilish pozitsiyasini tutgan bo'lsa-mu, lekin ular Rajiya va Beri Mauna fojialaridan keyin texmi afzaylab, yuraklarni qopda qilib maydonga chiqdi. Axir o'z putuq o'zlari palto urib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni qaslab o'ldirish suiqasdi. Buningda izohatda amalga oshmagan debdi. Ni planladi. Uning tafsiloti mundaq. Heliqi Bani Kilab vaqasidan o'ldirib etilgan 2 kishining to'limi uchun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qancha sahabisi bilan Bani Nazir qabilasiga iyoni to'plashga chiqqan edi. Musulmonlar bilan Yahudlar o'tirsa tuzilgan kelishimning ro'yi bo'yicha bu to'lamdan ularga ma'lum ulush yuklanadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga bu haqda gap qilib edi. Ular birdak bo'ladi. "Ey Abul Qasim, biz sen degandek qilamiz. Sen mushu yerda o'tirib turgin, biz berib yetarlik mablag' g'amlab kelayli" deyishdi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning kelishini kutib, bir Yahudining temining tubida o'tirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan Abu Bakri, Ömer, Ali va ulardan boshqa bir qancha sahobalar raziyallohu anhum bilan chiqqan edi. Ularmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning qishig'i berib o'tirishdi. Yahudilar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning yenidan ayrilib o'zaro pichirlashdi. Qisqasi, shayton ularga peshonasiga putilgan shaqovatlik qismatni lazzatli ko'rsatgan chig'i oxir ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni qaslab o'ldirish suiqasdini planladi. Ular o'zaro pichirlashib, birarsimiz bir toshni izohatda xeyli yaqindagi bir yozg'unchoqning parcha teshini ko'rsatib, elib o'g'ziga chiqib, uning beshig'ini tashlasak, uning bo'ynini sundirgan bo'ladi deyishgan edi. Ularning eng shaqi badbaxti bo'lgan Amru ibni Jahosh "Man qilay" deb o'tirg'i chiqdi. Bu chaqda ularga Salim ibni Mushkam Yahudlarning biri: "Unda qilmayli, Alloh bilan qasam, bu ish hamon fosh bo'lib qoladi. Uning ustiga bu qilganimiz Muhammad bilan o'tirdi tuzilgan kelishimni buzganlik" degan edi. Ular Salim ibni Mushkamning nasihatiga quloq solmay, o'zlarining razil maqsadiga yetmoqchi bo'lishdi. Lekin o'ylamagan yerdan ish bosh bo'lib qoldi. Jibril alayhissalom Allohning dargohidan vahiy elib kelib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga ularning suiqasdini uqtirib qo'ydi. Shuning bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'rnidan turgancha hech nimaga qaramay Madina tarafga yurib ketdi. Sahobalar uning keynidan yetib, "Ey Rasululloh, sen bu yerga kelib bo'libsan. Biz sening o'rningdan turg'uningni to'ymay qopdik" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularga Yahudlarning suiqasdini planlaganligini aytdi. Shu hamon Muhammad ibni Maslama raziyallohu anhuni avatib, Bani Nazir Yahudlari 10 kun ichida Madinadan chiqib ketsin. Senlarning bu joyda o'ldiroqlashishlaringga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. 10 kundan keyin ushirtilganlarning qillasi elindi deb uqtirdi. Yahudlarmi chiqib ketmakdan boshqa amal topolmay bir necha kun ko'chish tayyorligini qilib turganda, munofiqlarning katibishi Abdullah ibn Ubay ularga odam avatib: "Ching turinglar, sizlar cho'qim qo'llashga erisizlar. Yurt makoninglardan chiqib ketmanglar. Mening qo'l ostimda 2000 yigitim bor. Ular sizlar bilan qo'rg'onga tang kirib, hayot mamatda birga bo'ladi. Sizlar yurtinglardan surgun qinsanglar, bizmi birga chiqib ketamiz. Sizlarni ziyon tarqizish badaliga boshqalarga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa, cho'qim yordam beramiz. Bani Qurayza ittifoqdoshlardan G'atfon qabilasi va Bidavilar sizlarni qo'llaydi" deb ularga yel berib qo'ydi. Buni anglab Yahudlarning ishonchi eshib, Alloh qachon sungan irodasiga jon kirib qoldi. Buning bilan ular jon tikib elish qaroriga kelishdi. Yahudlarning boshlig'i Huyay ibni Ahtab Abdullah ibni Ubayning qudrat qo'lig'ida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga ochiqdan ochiq: "Biz yurt makonlarimizni sana tashlab chiqib ketmaymiz. Qo'lingdan kelganini qilgin. Biz tayyor" deb xabar kirgizdi.
Shak shubsizki, hozirgi vaziyat musulmonlarga nisbatan to'liq jiddiy ham xavfli edi. Chunki ularga o'z tarixidagi bundaq har tarafdan xavf-xatarning sesiq hidi purab kelayotgan bir paytda o'z raqiblari bilan qonliq tutishib qilish yaxshi oqibat keltirmaydigandek turayotganligi va ularning da'vat fidoyilari qaslab o'ldirilganligi hammaga ayon edi. Yana kelib, Bani Nazir Yahudilari lashkari kuch jihatda xilli kuchli bo'lib, ularni taslim qilish ehtimolidan ko'p yiroq edi. Qisqasi ularga urush o'ti ichish nurg'un avarchiliklarni keltiradi. Lekin Beri Mauna fojiasi va uning oldi-keyinda yuz bergan kollektiv rajiya vaqasiga o'xshash va shaxs payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirish suiqasdiga o'xshashlarga qaraganda terrorlik va qaslab o'ldirish hodislari musulmonlarning bu jinoiy qilmishlariga qarab tursa bo'lmaydiganligini uqtiradi. Qisqasi, hozirgi vaziyat jinoyatchi unsurlarning intiqom elishining zo'rligini jiddiy talab qilyapti. Shunga musulmonlar oqibatning qanday bo'lishining qat'iy nazar Bani Nazir Yahudilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qaslab o'ldirishni planlagandek, ular bilan tag'mo-tig' elishib, o'z payg'ambarlarga suiqasd qilish niyatida bo'lganlarning adab jazosini berish qaroriga keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uyay ibn Axtabning javobini anglab, Allohu akbar dedi. Musulmonlarmi Allohu akbar deb to'lashdi. Onda ular bilan naq maydonda elishib, oshkora bir taraf bo'lish uchun otlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z o'rnida Madinada Abdullah ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ni qoldirdi. Alamni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu tutqizdi. Ondan ular yo'lga chiqib, Bani Nazir mahallasiga yetib beribla Yahudlarni muhosaraga oldi. Bani Nazir Yahudlari oshkor elishdan qo'rqib, qal'a va qo'rg'onlarga bekinib olib, musulmonlarga o'q va toshlarni etib qarshilik ko'rsatishga boshladi. Qal'a atrofiga joylashgan xurmuluq va uzumlik ularning qarshilik ko'rsatishiga qulaylik sharoit yaratib bergan bo'lg'achqa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xurma va uzum tallarini kesib tashlashga buyurdi. Bu vaqtda Hassan ibn Sabit radhiyallohu anhu buni she'rni o'qigan edi. Elib keldi ajab hayvat Bani Luayga xorliqni, kuyish ko'ndirish dahshat buvayra xurmazorligini. Allah Taala bu haqda tuvandagi oyatni nazil qildi. Ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nazirning xurmalarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'z qoldiringlar, hammasiga Alloh ruxsat qiladi. Allohning mundaq ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni Yahudlarni rasvo qilish uchundir. Qur'oni Karim sura Hashr 59-sura 5-oyat. Buni nazir Yahudilarning beshiga kun tushganda Bani Qurayza Yahudilarimi o'zini chetga oldi. Munofiq, xoin Abdullah ibn Ubaymu va G'atfonlik ittifoqdoshlari va'dasiga amal qilmadi. Qisqasi, hech kishi ularga yaxshilik qilish yoki yomonlikni dafiy qilishga petinolmadi. Muhosara uzunga so'zilmayla faqat faqat 6 kun davom qilgan, yana bir rivoyatda 15 kun davomlashgan deyiladi debdi. Allah Taala ularning dillariga qo'rqinish tashlagan chig'i, ular o'z ichida bo'shib, qurol tashlab taslim bo'lishga tayyor bo'ldi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga elchi avatib, biz Madinadan ko'chib ketamiz, urushni to'xtatsang dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga o'zini va xotun bola-chaqalarini, qurol yaroqlaridan boshqa va to'yga ortqili bo'ladigan narsa keraklarini elib chiqib ketish sharti bilan Sepil darvosini bo'shatdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shartiga ko'nib qal'adan tushdi. Keshak, deriza, ishik jihozlarini elib chiqib ketish uchun o'zlarining uylarini o'z qo'llari bilan yiqitib buzishga boshladi. Hatto ba'zilari uylarining shinja bollarigacha ko'tirib olishdi. Ondan xotin bola-chaqalarini elib 600 to'ygiga narsa keraklarini ortib Madinadan chiqib ketdi. Ularning ko'p qismi bo'libmi Uyay ibn Axtab va Salam ibn Mishkan qatorliqlar katiboshlar Haybarga ko'chdi. Bir bo'liklari Sham, yana hozirgi Suriyaga,
qarab yo'l oldi. Ulardan faqat ikkili kishi Yamin ibn Amru va Abu Said ibn Vahablar musulmon bo'lgan bo'lib, mollarni o'z joyida saqlab qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Nazir Yahudlarning barliq qurol yaroqlarini yig'ib oldi va mol-mulk, uy imoratlarini o'tkazib oldi. Natijada harbiy asliha qatorida 50 dona sabut, 50 dona misqalpoq, 340 dona nayza qilish qo'lga tushdi. Bani Nazir Yahudlardan tortib olingan mollar, yer zimin va uy imoratlarining hammasi maxsus payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning igidorchiligida bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni o'zi xohlab ixtiyor holda tasarruf qiladi. U mollardan 5 dan birini ayirish ketmadi. Chunki Alloh taolo u mollarni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mehnatsiz ato qilgan edi. U mollar uchun musulmonlarning ot choptirish va nayzi tutib elishi hojat bo'lmadi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u mollarni Madinaga eng burun ko'chib kelgan muhojirlarga maxsus bo'lib berdi. Faqat ansarlardan ikkili kishi Abu Dujana va Sahil ibn Hunayfa radhiyallohu anhumalarning alohida qiyinchilik bo'lg'achqa bularga berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Nazir mollarining yillik mahsulot kirimidan o'z oilasi uchun 1 yil yetgudak miqdorni ayirib olgandan keyin qolgan qismini qurol-yaroq va ot-uloq va chiqimga ishlatdi. Bani Nazir urushi Hijriyaning 4-yili Rabiul avvalda, ya'ni izohatda milodiya 625-yil 8-oy deyilibdi. Elib berildi. Alloh taolo bu urush haqida Sura Hashrni bir butun nozil qildi. Bu surada Yahudlarning Madinadan qo'g'lab chiqarilganlik vaqasi nihoyatda jonliq tasvirlandi. Bu sura, ya'ni munofiqlarning abdi basharasini ichib tashlab, ularni rasvoyi jahon qildi. G'animat va o'ljalarni boshqarish tizimini o'rnatdi. Muhojir va ansarlarning jasorat va shijoatiga obrin o'qidi. Alloh taolo oxirida mo'min musulmonlarga taqvodorlikni lozim tutishni va oxirat uchun yaxshi tayyorlik qilishni tavsiya qilgandan keyin so'zini o'ziga marhiya o'qish va go'zal ism sifatlarni bayon qilish bilan oxirlashtirdi. Shunga Ibn Abbos radhiyallohu anhu Sura Hashrni Sura Bani Nazir deb ataydi. Najdi jangi. Musulmonlarning bu qitimqi Bani Nazir urushida ortiqcha badal to'lmayla qo'lga keltirgan g'alabasi orqali ularning Madinadagi siyosiy o'rni texmi mustahkamlandi. Munofiqlar oshkora gap yo'rg'iltish va ig'vogarchilik qilish jinoiy harakatlaridan vaqtincha to'xtadi. Uhud urushidan keyin musulmonlar qarshi harakati bo'lgan, hatto islom davlati fidoyilariga razil vositalarni qo'llanib, nomussizlarcha qaslab o'ldirgan, shuningdek yuragini qopta qilib, Madinaga hujum qilish ham xiyolda yurgan ashu arab badavi, qaroqchi, o'g'irlarning adabini berish fursati endi pishib yetilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashu qara 100 oldamchilarning adabini berishga 66da turganda, G'atfon qabilasining Bani Muharib va Bani Suaylaba aymoqlaridan bir to'p qaroqchi badavilar to'planib Madinaga hujum qilish ko'yda bo'lib atganlik xabar yetib keldi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam darhol harakatlanib, buruq qaraqo'saq to'mpaylarning yo'lsiz qilmishlarining qayta takrorlanmasligi uchun Najdi sahrosini oralab ot choptirib tozlash elib berib, ularning diliga qo'rqinch silib qo'yib kelmoqchi bo'ldi. Tog' qirlarida, cho'l jazirlarda qaroqchilik va bulangchilikqa odatlanib ketgan bu yavoylar musulmonlarning otlarining kishnigan ovozini anglablo qo'rqib yuragi qipidan chiqdi. Tog' qirlari va ekinzorlarga mo'kinib panohlanib oldi. Bu orqali musulmonlar Madinaga parakanchilik silish ehtimoli bo'lgan ashu qabillarga tanbih berdi va ularning his tuyg'ulariga vahim xurujlarini chechib qo'yib, tapriqchilikning yomon oqibatiga ogohlantirish signali bergandan keyin omon eson Madinaga qaytdi. Salnomichilar va tarixshunoslar musulmonlarning hijriyaning 4-yili Rabiul Sani yoki
Cema diyal avvalda mushu maqsad, ya'ni izohatda qaroqchi va bulongchi bidavilarning adabini berish maqsadi debdi. Da Najdi tarafga elib borgan yana bir qitim urushni tilga ilishidi va bu urushni Zaturiqai urushi deb atishidi. Durust, mushu mazgilda ma'lum bir urushning elib berilganligi aniq. Buningda shak shubha yo'q. Bani Madinaning shu vaqtdagi siyosiy vaziyati haqiqatan taqozo qiladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uhud urushini oxirlashganda Abu Sufyan bilan Badrda uchrashishga va'dalashgan vaqt yaqinlab qolgan edi. Bunda ahvolda Madina atrof rayonlaridan badaviy qaroqchilarni xo'riki, o'suk va parakanchilik silish ehtimolligi yuqori holatda qo'yib o'tib, Madinani oramsiz tashlab qo'yib, mushundoq cho'ng urushga chiqib ketish urush davri harbiy strategiyasiga qat'iy uyg'un kelmaydi. Balki dahi Badri sahnasida ilgari har qanday chaqdikidan texnik zo'r va dahshatli urush bilan ehtimol bo'lgan bundaq cho'ng lashkari yurishga otlanish oldida ularning haybasini yerga urib, vaziyatni muqimlashtirish to'liq zarur edi albatta. Badaviy banditlarning haybasini yerga urib, ularning parakanchilik silish harakatlarini cheklagandan keyin cho'ng dushmani bilan bo'ladigan urushga tayyorlik qilishga kirishib ketdi. Yangi yil kirib, Quraysh taraf bilan oldingi yil Uhud urushida tutishgan muddat kun sayin yaqinlab kelmoqda edi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar uchun aytganda kelishimga asosan Abu Sufyanning oldiga chiqib, urush chaqmaqini qayta yondirib, ikki tarafdan yo'li eng to'g'ri hayot sahnasida baqiy turishga eng loyiq biriga rahbarlik huquqini o'tganga qadar bir izda qanoatlanib to'xtab qolmaslik to'liq o'rinli edi. Şoňa Paýgamber sallallahu alayhi we sellem Hijriýanyň 4-nji ýyly Şaiban iýi zahatda miladi 626-njy ýyl 1-nji aý depdi. Da özüniň barisiga asasan 1500 kişilik goşun bilen Badrga garap ýol aldy. Goşunda faqat 10 atlyk askar bar edi. Alamni Ali ibn Abu Talib raziyallahu anhu götürdi. Paýgamber sallallahu alayhi we sellem öz ornunda Medinede Abdullah ibn Rabaha raziyallahu anhu'ni qaldırıp, qoşunni başlap, Badrga yetip berip, müşriklarning yetip kelishini kütüp turdi. Amma Abu Sufyan Mekke müşriklerinden 2000 askarni ägeştirip, ularning içinde 50 atlığı bar. Çıkıp Mekke'nin bir günlük yiraklıktaki Marizahran da Majinna dep ataladigan bir suv boyuga düştü. Abu Sufyan Mekke'den yolga çıqqandan beri musulmonlar bilan urushsaq oqibat qandaq bo'lar degan masala ustida o'ylanib, go'yo jazo maydoniga yalab elib kelayotgan asrdek tinni qo'rqinish besib, bir xil vahim bilan jo'g'ildab titraydi. U Marizahronga tushgandan keyin texmi andishiga petib, kayfiyati yomonlashdi ve iradasi bo'shab, bir amal qilib qaytishning chorasini izladi. Shunga u odamlarga, "Ey Quraysh jamoasi, urush deganni ma'murchilik, mo'lchilik yillarda qiladigan ish edi. U chaqda ot to'ygilarni yaylatib, sut qaymoqlarni ichib, ruhliq jang qilg'ili bo'ladi. Bu yil biz bilan qirishqandak qahachilik, qurg'oqchilik yil bo'lib qoldi. Men mushu yerdan qaytsammikin deyman," dedi. Ahvallardan qaraganda qo'shin a'zolaridanmi qo'rqinish va vahima asir qilib bo'lganda qiladi. Chunki Abu Sufyanning heliqi nutqi barliq mushriklarga qayri qalaga pichoq xushyoqqandak yiqib ketdi. Ular Abu Sufyanning ashu fikri bilan qaytib ketishdi. Hech qanday qarshi sada yoki urush qizg'inligi o'tirg'i chiqmadi. Ammo musulmonlar taraf Badrda 8 gün turib, düşmanning yetib kelishini kutdi. Şu jarayonda tijorat uchun birga elib olgan mollarni setib, ko'p foyda elib, ular 1 dirhamlik molni oz bo'lganda 2 dirhamga sotgan edi. Ondan Madinaga qaytdi. Ular bu qadimgi harakat orqali ahvol sezilgan hamon harakatga o'tish, bosh ko'tarilgan hamon qo'l silishdek siyosiy ustunlikni qo'lga keltirdi. Kishilarning qalbidagi shon-shavkati mazmut bekitdi.
va vaziyatni kontrol qilishda mudofaada turishdan hujumga o'tish darajasiga taraqqiy qildi. Bu urush tarixda Badr kelishimi urushi yoki ikkinchi Badr urushi va Badr kichik urushi degan nomlar bilan ataldi. Dumatul Jandal urushi. Dumatul Jandal urushi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badrdan qaytib keldi. Bu chaqda Madina va uning atrofidagi rayonlarda tinchlik, muqimlik mustahkamlanib, butun tavallik xotirjam bo'ldi. Bunun bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Arab zemini chegarasining eng yiroq chat joylargacha qo'shin tortib berib, musulmonlarning vaziyatini texmi chunqurlab kontrol qilib, islom da'vati uchun yaxshi muhit yaratish va uni yaqin atrofdagi do'st dushmanlarning hammasiga uqtirib qo'yishga obdan fursat yaratildi. U Badrdan qaytib kelib, Madinada 6 oy turgandan keyin Dumatul Jandal endi izohatda Shamga yaqin joy debdi. Atrofidagi qabilalar yo'lni to'sib, o'tgan kashkanlarni bo'lab talab, yo'lovchilarga jabr jabo sapdi va yana Madinaga yurish qilish maqsadiga jiddiy kuch to'plab etibdi degan xabar yetib keldi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rnida Madinada Zibai ibn Arfatud Tulg'ifari raziyallohu anhuni qoldirib, Hijriyaning 5-yili Rabiul Avvalning 25-kuni musulmonlardan 1000 kishi bilan yo'lga chiqdi va Bani O'zra qabilasidan Madkur ismli kishini yo'l boshlovchilikka elib oldi. Qo'shin dushmanga tuyuqsiz zarba berish uchun kunduzi yoshirinib, kechasi yo'l yurib, bir chaqda ularning tavalligiga yaqinlab berib edi, ularning hech kishi ko'zga chiliqmadi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning chorva mollariga, qo'ychi podachilarga hujum qildi. Ularning ba'zisi qo'lga tushdi, ba'zisi qochib ketdi. Dumat Tul Jandal aholisi musulmonlarning kelganini anglab, taraf-tarafga tikib etishgan edi. Musulmonlar ularning manziliga yetib borganda, ularning qarsimi ko'rinmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u yerda bir qancha kun turib, taraf-tarafga chorlovchilarni avatib va orqa qo'shinlarni chiqarib, oqtirib ko'rgan bo'lsa-mu, birmi odam uchirmadi. Shuning bilan u Madinaga qaytdi. Qaytish safarida Uyayna ibn Yasni bilan munosabatli kelishimlarni imzolashdi. Dumat Jandal Sham chegarasi bo'yiga joylashgan mashhur qadimiy o'tan bo'lib, bu yerda Damashq, ya'ni Sham poytaxti ning orlig'i 15 kunlik musofa edi. Madina bilan bo'lgan orlig'imi o'xshashla 15 kunlik musofa keladi. Xo'sh, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana mushundaq tez ham jiddiy lashkari yurishlarni qo'zg'ash va mushundaq dona ham puxta tadbirlarni qo'llash orqali rayon tavalligining tinch va muqim bo'lishini, vaziyatni idora qilib, davra chaqining musulmonlarning manfaatiga uyg'un kelishini hamda mushu bir yil mobaynida musulmonlarni orqa-orqadan talofatga uchirtib, har tarafdan iskanjaga ilib olgan ichki tashqi qiyinchiliklarni zo'r darajada yengiltishdek natija va muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Alayli ayni vaqtda tipirlashib ketgan munofiqlar amdilikda birdilla jimiqib yavaşlashib qoldi. Yahudlarning bir qabilasini, ya'ni Bani Nazirni surgun qilish ishi muvaffaqiyatli tamomlanadi. Yana biri Bani Qurayza Yahudlarning qo'shindorchilik haqqiga va munosabatli kelishim ahdu paymanlarga vafo qilganliklarini bildirishib, xilil tuzilib qoldi. Qaraqchi bulanchi badavilarmu tinchlandi. Hatto eng cho'ng dushman Quraysh doiralarimi musulmonlarga hujum qilishdan yaltaydi. Demak, musulmonlarga islom da'vati qanot yaydirishga muvofiq shart-sharoit hozirlandi. Ahzab urushi oldingi bir yildan ko'proq vaqtdan beri elib berilgan lashkariy harakatlarda qo'llanilgan moddiy va ma'naviy chora-tadbirlar orqali yerim orolning vaziyati xili obdan tinchlanib qolgan edi. Aminlik, xotirjamlik asos jihatdan ustunlikni egallagan edi. Afsuski, o'z tarixining batlarini aldamchilik, suiqasd, xiyonat, buzg'unchilik, ig'vogarchilik va makkor
kazzaplık, qara dağları bilan bo'yib atgan ashu yahudilar ozg'unlik uyqusidan yalla uyg'onmadi. Ularga yaxshilik yarashmadi. Ular aldamchilik va suiqasd qilish sababidan tortgan azob uqubatlardan ochiq savoq va ibratmi olmadi. Natijada ular bo'libmi, ya'ni nazi yahudilarning qatiboshlari Haybarga ko'chib borgandan keyin musulmonlar bilan mushriklar o'tirisida bo'layotgan jiddiy to'qinishlarning natijasiga to'rt ko'zi bilan tikilib turdi. Davr iqimi musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlanib, ularning siyosiy nupuz doirasi kun sayin kengayishga va hokimiyat asosi borgan sari puxtlanishga boshladi. Ular Asad xumdonlarida dumlanib, zahar qo'qaslariga ko'milganday bo'lib ketishdi. Ular musulmonlar qarta yangi boshdan boshqacha bir xil suiqasd planlashga kirishdi. Hamda ularni tal to'kis yo'qotadigan cho'ng bir hujumga tayyorlab ko'rishga kirishib ketdi. Yahudlar endi musulmonlar bilan bevosita qarshilashga mador yetmaydigan bo'lg'achqa, ashu rasul maqsadi uchun ajoyib qo'rqinchli va ajoyib qabih mundaq bir planni tuzib chiqdi. Haybarlik yahudlarning qatiboshlari va Bani Nazir qatillardan bo'lib 20 dak odam bir o'mak sifatida tashkillanib Makkaga bordi. Ular Makka mushriklarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi va ularning siyosiy do'stlik va hamkorlik o'rnatib, o'zlari bevosita jangga qatnashadiganligi to'g'risida va'da qildi. Quraysh taraf darhol ma'qul bo'ldi. O'tgan yil Badrda uchirish va'dasiga xiloflik qilgan Quraysh doiralari bu qitimqi zarbada ko'proq rol o'ynash orqali shu chaqda daxliga uchirgan or nomusini oqlamoqchi bo'ldi. O'mak a'zolari Quraysh doiralarini indakka keltirib bo'lgandan keyin Udul G'atfa qabilasiga berib, ularni mushu nishonga undigan edi. G'arfon taraf xo'shallik bilan qabul qildi. Ondan bu o'mak mushu atrofdagi arab qabilalari orasida taraf-tarafga chepib, yuqori tuvan qatrab yurib, musulmonlarga qarshi jamoat fikri to'pladi. Qisqasi, bu mushundaq hiyli nayranglar bilan Yahudi siyosiy yo'llari va qo'mondon amaldorlari kufri kuchlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi birlashtirib tashkillashda muvaffaqiyat qozondi. Uzoq o'tmay har qaysi taraf va'dasiga asosan Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Quraysh, Kanana qabillalari hamda ularning ittifoqdoshlari bo'lib 4000 kishi Abu Sufyanning qo'mondonligida janubiy shimolga qarab otlandi. Ular Mari Zahronga kelganda buni Sulaym qabilasi qo'shildi. Sharqdan G'arfon qabillaridan Bani Fazara Zahata Uyayna ibn Hesti boshchiligida debdi. Bani Murra Zahata Aris ibn Avf boshchiligida debdi. Va Bani Ashja'a qatorliq jamoat va oymoqlar g'arbga qarab mangdi. Shuningdek, Bani Asad va boshqalarmi qo'zg'aldi. Shunda qilib har qaysi qabila oymoqlarning qo'shinlari to'p bo'lib belgilangan muddat ichida Madinaga qarab yo'l oldi. Amdiki ish Madinada qolgan edi. Bir qancha kundan keyin Madina aholisining cho'ng kichik ayol, qeri yosh umumiy sondan 3 hassa eshib ketadigan 12 mingdan ko'proq shu davrga nisbatan nihoyatda zo'r qurolli qo'shin Madina atrofiga qora cho'mila kabi mig'ildab paydo bo'ladi. Navoda bu birlashma qo'shin Madinaga biroq hujum qilib kirdigan bo'lsa, musulmonlarning bu yerdagi mavjudiyatiga mo'ljalligidan ko'p xavf-xatar keltiradi. Ularning cho'ng kichik, qeri yosh hammasi qirg'in qilinib, yurt, makon, bog' varallari tal-to'kis xonavayron qilinishimi ehtimoli nihoyat yaqin edi. Ammo Madinaning rahbarlik qatlami sagak ham yiroqda ko'rar rahbarlik bo'lib, o'zining yumron uyga barmoqlari bilan dushmanning to'mirini vaqtida tutib, kasalga to'g'ri diagnoz qo'yib, vaziyatni oldin mo'ljallab, atrofni diqqat bilan kuzatib turibdi. Shunga bu jaholat shaytonlari o'z makonlaridan texi qo'zg'almasda, Madina rahbarlari allaqachon o'z xabarchilar orqali bu mislsiz xavf-xatar to'g'riliq jiddiy ma'lumot topshirib olgan edi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol katta sahobalarni yig'ib lashkariy kengash qildi. Kengashda qanday qilganda Madinani dushmanning hujumidan qo'g'dab qolg'ali bo'ladi degan masala ustida sahobalar bilan kengashdi. Natijada sahobalar bilan rahbarlik qatlami o'tirisida jiddiy va qizg'in g'ulg'ul bo'lib o'tgandan keyin katta sahoba Salman Farsi radhiyallohu anhu o'tirg'a qo'ygan chora-tadbirlar to'g'ri tepildi. U mundaq degan edi: "Ey Rasululloh, biz Ironda mubada dushmanning muhasirasidan qolg'udak bo'lsak, oraga xandak akup debdi. Qo'lib olatdik. Mushu yerdami shunda qilsak, Salman Farsi raziyallohu anhu o'tirg'a qo'ygan bu plan arablar buningdan ilgari ko'rib baxmagan nayt amaliy tadbir loyiha bo'lgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushu taktikani qo'llanishni qabul topdi-da, darhol tutish qilib har 10 odamga 40 gaz, taxminan 30 metrdak xandak qo'lashni o'rlashtirdi. Musulmonlar qo'l-qo'lcha nahayta qizg'in kayfiyat va xandak qo'lashga kirishib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga ilhom va madad berib, ularning xandak qo'lash ishiga boshdan oxir o'z bevosita qatnashdi. Sahihul Buxorida bayon qilingan bir hadisda Sahil ibn Said radhiyallohu anhuning mundaq deganligi bayon qilingan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan xandakda kecha kunduz birga bo'latdik. Ba'zilar xandak qo'lisa, biz to'pisini yutib to'shiydik. Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: "Ey Alloh, oxirat hayoti, hayot, muhojir ansarga qilg'in iltifot." Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har kuni tong saharda xandak qo'llanayotgan yerga chiqadi va muhojir ansarlarning birlikda saharning qahratan sovuqlariga qaramay jiddiy xandak qo'llayotganligini ko'radi. Ularning yordamlashadigan qo'l chakiri va marikari yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning ochliq, dard alimi ustiga amgak azobi tortayotganligini ko'rib, "Ey Alloh, oxirat hayoti hayot, muhojir ansarga qilg'in iltifot" degan edi. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: "Bizga bay'at qilgan mard Muhammadga urushqa, hur aqida yashash uchun ya sharafli mamatqa" deb javob qaytardi. Yana Sahih Buxoriy Barai ibn Azib radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xandakdan to'pi to'shib, hatto uning muborak tallari to'pchonlar bilan bo'lg'inib ketganligini ko'rdim. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'krak qismida quyuq tuklar bor edi. Men uning to'pi to'shib etib, Abdullah ibn Ravoha raziyallohu anhuning mun she'rni mungluq ahangda o'qiyotganligini anglagan edim. Rabbimiz, sen bo'lmasang topmas edik hidoyat. Bilmas edik nimadir zakat, namoz, ro'za, ibodat. Ata qilgan bizlarga xotirjamlik, saodat. Ata qilgan bizlarga xotirjamlik, saodat. Erishqanda yav bilan sabr, subat, jasorat. Bo'za qildi mushriklar tutib bizga adovat. Dinimizdan yondirsa qilmasmiz hech itoat. U yana mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqorqi she'rning bo'za qildi mushriklar tutib bizga adovat, dinimizdan yondirsa qilmasmiz hech itoat degan oxirgi misralarni nahayt mungluq ahangda eng yuqori palli ko'taradi. Musulmonlar mushundaq chabdaslik va jo'shqin ruh bilan ishlaydi. Vaholanki ular shu holatda qattiq ochliq azobini tortib. Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Xandak qo'lg'uvchilarga birar changal arpa keltirib, buzilgan yog' bilan tamoq qilib qo'yiladi-da, ularning qo'rsqi to'limi och bo'lganlikdan uni titimay
tetimay yutib etdi. Halbuki heliqi taamning badbo'y hidi kishini bezar qiladi. Abu Talha radhiyallohu anhu mundaq degan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ochliq dardini shikoyat qilib, qo'rsqimizga tingib olgan birdan toshni echib ko'rsatgan edik. Qo'rsqi echib ikki toshni qo'shlab tingib olganligini ko'rsatdi. Xandak qo'llash jarayonida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning barhaq rost payg'ambarligini isbotlaydigan bir qancha mo'jiza va alomatlar ko'rilgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chiroyida ochliq alomatlarini ko'rib, darhol uyiga berib, bir paqlonni so'ygan va ayoliga buyurib, bir taxminan 2 kilogram arpani yarg'unchoq bilan azdirgan. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i kelib, sahobalardan bir qanchalarni ilib, uning uyiga berib kelishni astag'ini aytgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xandak qo'layotganlarning hammasiga e'lon qilib, cho'ng kichik hammaylarni ilib borgan. Ular mingdak odam bo'lgan. Ular shu tomoqdan tanovvul qilishib, qursaqlari to'ygan, lekin go'sht qozini asli pitib-pitiqlab qaynavergan. Qachidagi arpa xamirmi 1000 kishiga non qilinib bo'lgandan keyin yanla aslidagidan ko'p azaymagan. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning hamshirasi, otasi va qarindoshining qizlanishi uchun quruq xurma ilib kelgan. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yenidan o'tganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan xurmini so'ragan va uni mataraxt ustiga tashlab chechib, xandak ahlini chaqirgan. Ular kelib xurmadan yeyishga boshlaganda, lekin xurma dasturxonda ko'payib, avobla turgan. Hatto xandak qo'layotganlarning hammasi to'yib qaytgan. Halbuki heliqi xurma dasturxon atrofiga chechilib turgan. Ibn Isaq rahimahulloh Salman Farsi radhiyallohu anhudan mundaq bir hadisa naql qilindi. Madinaning shimol tarafida boshqa hamma tarafini o'ng'ul tashiqlar, tog'lar, bo'stonlar, xurmazorliqlar o'rab turgan bo'lg'achqa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam go'yo yetishgan harbiy olimdek bundoq zo'r qo'shinning Madinaga biroq hujum qilib, bostirib kiralishi faqat shimol tarafdilla mumkin deganni faraz qilgan edi. Shunga u Xandakni Madinaning shimol qismiga qo'lashni bekitgan edi. Musulmonlar Xandak qazishi ishini nihoyat jiddiy ilib bordi. Ular butun bir kun to'p qezib, qo'shib kash kirganda ondan uylariga qaytishatdi. Shuna qilib, ashu mislisiz zo'r shu davrning urush ahvoli bo'yicha qo'shin Madina tavasiga qadam bosquchi Xandak qurilishimi aslidagi talab bo'yicha bitib chiqdi. Dal shu kunlarda Quraysh doiralari 4000 kishilik mushrik qo'shinni boshlab kelib, Zahaba bilan Jarif orliqidagi Roma degan joyning sal suvlari yig'ildigan ko'lchiki bo'yiga tushdi. G'atfon va ularga tava qabillardan 6000 mushrik Najdi tarafdan saldak eqib keldi. Uhud teg'i tavasidan Niqma qo'yriqi degan yerga o'rlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlardan 3000 kishi bilan chiqib, Sal'i teg'i bag'riga tushib mudofaa tutdi. Xandak okopi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan dushman o'tirisini ayirib turadi. Ularning jang marshi dushman hamon mag'lub bo'ladi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z o'rinda Madinada Abdullah ibn Maktum radhiyallohu anhuni qoldirib, ayollar va bolalarni shahar qal'asiga kirgizib o'tishni buyurgan edi. Mushriklar Madinaga bostirib kirmoqchi bo'lib, divaylab kelishib edi. Töpdüz ham tik ketgan Xandak okopi go'yo kelganni sho'rab ketidigandek surlik ajdahoning og'zini cho'ng ichib turgan holati ko'rindi. Shuning bilan ular musulmonlarni muhosaraga elib yotmoqdan boshqa amal topolmadi. Chunki ular o'z makonlaridan yo'lga chiqqanda bu xil jang taktikasi qarta tayyorliqsiz chiqqan edi. Oldingi bobda deyilgandek, bundaq jang taktikasini arablar buningdan ilgari ko'rib boqmag'achqa, uning char tadbirlarini
jang hisobiga kirgizmagan. Ular Xandakni büsüp ötmekçi bulup, aciz halklarını paylab, Xandak boyida at çaptırışqa başladı. Musulmonlar ularning harakat nishonini diqqat bilan kuzatib, qaysi tarafga at choptirsa, shu tarafga yetib berib, mushriklarning Xandakdan o'tib ketmasligi yoki Xandakka to'pa to'shqizib, yo'l yasab olmasligi uchun qor yomg'irdak o'q yog'dirib, ularni Xandak liviga yaqin keltirmadi. Oxir Quraysh chavandozlardan bir bo'laklar muhosira natijasini jimjitlik bilan kutib turishni xohlamagan chig'i, chunki ishlarning o'zcha hal bo'lishini kutish qo'rqinchoq to'g'ri yuraklarning ishi edi deb izohat berilibdi. Bir turkum talvalar ot choptirib yiqilishga boshladi. Ularning ichida Amru ibn Abdubad, Ikrami ibn Abi Jahil, Ziror ibn Hattab qatorliq botir palvonlar bor edi. Ular Xandakning sal tarroq qiyzilgan bir yeriga otlarini choptirib kelib, sakratib o'tkizib, sal'iy teg'i bilan Xandak orlig'idagi tuzanglikda ot choptirib kuch ko'rsatishga boshladi. Bu chaqda ularga qarshi Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu musulmonlardan bir necha azmatni boshlab chiqib, ularni har tarafdan qurshab, og'ir o'zlari ot sakirtib o'tgan tor nuqtaga qistab opardi. Bu yerda mushriklar tarafdan Amru ibn Abduvid musulmonlarga yakmu-yak elish talabini qo'ygan edi. Uningga qarshi Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu maydonga tushib, Amruning o'g'isini qaytadigan bir gapni qildi. Shuning bilan u etidan sakrab tushib, qilichini qinidan sug'arganicha otning puti va bo'ynini chepib uzib Chunki Amru Qurayshlar ichida eng jasur palvon hisoblanadi. Ondan Ali raziyallohu anhuga peshvo etib qilishlashdi. Oxir Ali raziyallohu anhu raqibiga qilich urib yiqitdi. Boshqalar chekingan bedi qichib Xandakka o'zini etishdi. Ularning qo'rquvchi shu darajaga yetdiki, bosh sarkarda Ikrama ibn Abi Jahil Amru ibn Abduning qalisining dumlab ketganligini ko'rib, neysni elib olishga ulgurolmay qichib o'zini Xandakka otdi. Mushriklar muhosirini rasa kuchaytgan aşı kunlarda Xandakdan büsüp o'tish yoki to'p to'shqizib yo'l yasashga ko'p qitim urinib ko'rdi. Lekin musulmonlarmi bo'sh kelmay bahodirlarcha kurash qilib, ularga qor yomg'irdak o'q yog'dirib, qarshilik ko'rsatib, oxir ularni maqsadiga yetkazmadi. Mushundaq jiddiy va keskin jang bilan mashg'ul bo'lib ketganlikdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va boshqa musulmonlarning bir qancha vaqtnomasi qazo bo'lib ketdi. Sahih Buxoriy va Sahihul Muslim da Jabir raziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Xandak urushi kuni Umar ibn Hattab raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yeniga kelib Quraysh mushriklarini tillab ketdi. Va ey Rasululloh, men shular bilan bo'lib ketib, tegicha namoz o'qiy olmadim. Vaholanki kun bitib ketgan tasla qopdi degan edi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Menmu ham tegicha o'qiy olmadim dedi. Shun bilan biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birlikda tuvanga tushib tahorat oldik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallammu tahorat oldi. Ondan asr namozini o'qidi. Uningga ulabla namoz shamni o'qidi. Bu chaqda ola burun kun bitib bo'lgan edi. Bu namazlarning qazo bo'lib ketganligiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ko'ngli nihoyatda bearam bo'ldi. Hatto u namoz o'qishdan mahrum qo'ygan mushriklarga duoibat deydi buni. Duoibat qildi. Sahih Buxoriy da Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhudan naql qilingan hadisda mundaq deyilgan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xandak urushi kuni Alloh mushriklarning uy imoratlari va gur qabillarini o'tqa to'shqizvasin. Ular bizni toki kun patqanga qadar salatul to'lasin. Usta. Ama bir boshqacha bir xatga salatul usta. Bunun ma'nosi o'tturdagi namoz degan ma'noda bo'lib, bu yerda asr namozi ko'zda tutildi debdi. Din mahrum qildi dedi. Imom Ahmad va Imomi Shafiy rahimahullohning Musnad degan kitoblarda mushriklar shu kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni
peshin, asr, sham va xubtan namozlaridan to'sib qo'ygan. Shunga u bu namozlarni bir yo'ldala o'qigan deyilgan. İmam Navaviy rahimahullah mundaq deydi. Bu rivoyatlarning mazmunini birlashtirishning yo'li shuki, muhasira bir qancha kun davom qilgan. Ba'zi kunlari asr namozla qazo bo'lib ketgan bo'lsa, yana ba'zi kunlari butun bir kunlik namoz qazo bo'lib ketgan. Mushunda ma'lum bo'ladiki, mushriklarning Xandaqni bosib o'tishga urinishi va musulmonlarning uzluksiz qarshilik ko'rsatib, ularga qaytarma zarba berishi bir qancha kun davomlashgan. Lekin Xandaq to'nili o'tirida fasil bo'lib, ikki tarafni bir-biridan ayirib turg'ashqa, orada bevosita urush va qonliq to'qinish yuz bermagan. Balki ikki taraf bir-birini yiroqdan o'q tutish, kuch ko'rsatish va hayba qilish bilan cheklangan. Durust, bu qadimgi etishda har ikki tarafdan barmoq bilan sanig'ilib bo'lg'udak bir qancha kishi chiqim bo'ldi. Musulmonlar tarafdan 6 kishi shahid bo'ldi. Mushriklar tarafdan 10 kishi yer tishlashdi. Ularning ichida bir yoki ikki kishilar qilish bilan bartaraf qilindi. Ashu tirkishish davomida Said ibn Ma'az radhiyallohu anhuga o'q tegib, uning ko'k qon tomiri uzib o'tildi. Uni Qurayshlardan Ibban ibn Araqa ismli biri otgan edi. Bu chaqda Said ibn Ma'az radhiyallohu anhu duo qilib, "Ey Alloh, sen bilasanki, men uchun sening payg'ambaringni yolg'onga chiqarib, ana yurtidan qo'g'lab chiqargan xalq bilan urush qilishdanmi yaxshi ish bo'lmasa kerak. Ey Alloh, men o'ylaymanki, ehtimol sen biz bilan mushriklar o'tirsidagi urushni mushu qitimqi urush bilan oxirlashtirding bo'lg'ay. Navoda oldimizda Quraysh mushriklari bilan oz to'la urush bo'ladigan bo'lsa, meni hayot qo'ygin. Sening yo'lingda urushni davomlashtiray. Ammo ular bilan bo'ladigan urushni to'xtatgan bo'lsang, bu jarohatni oqtirib o'tgin va mushning bilan meni dargohingga elib ketgin" degan. U duosining oxirida yana "Ey Alloh, Bani Qurayza Yahudlarning oqibatini o'z ko'zim bilan ko'rmagicha meni jinimdan ayirmasang" degan. Xo'sh, musulmonlar jang maydonining oldingi sepida mana mushundaq og'ir ham jiddiy qiyinchiliklarga bardoshlik berib, hayot mamatliq ilishayotgan paytlarda suiqasdchi Makkor Yahudlar o'zlarining uva kamerlarida taqatsiz tipirlab zahar nashtarlarini o'z teniga sanchish, ya'ni o'z putiga o'z palto urishning ko'yida to'xtamay harakat qilib o'tadi. Bani Nazir Yahudlarining bosh tag'ut katibishi Huyay ibn Axtab kechalab, ya'ni Qurays mahallasiga keldi. U ko'chada o'qmishlardan nihoyat ehtiyotkorlik bilan o'tib, oxir Kayb ibn Asad Qurayzining darvozasi oldiga kelib to'xtadi va uning eshigini qaqdi. Kayb tun nisbati kelgan bu mehmonning sargardon Huyay ibn Axtab ekanligini bilgandan keyin uningga darvozani ochmadi. Huyay ibn Axtab uningga to'xtamay gap qilib yurib, oxir eshikni ochib turdi va Kayb, "Men sana yer jahonning izzat obro'yini ilib keldim va saldak eqib kelayotgan zo'r qo'shin bilan keldim. Men Qurayshlarning atarman, chaparmanlarining jimisini ilib kelib, Ruma degan joydagi ko'l bo'yiga tushirdim va G'atfon qabilasini barliq atarman va chaparmanlari bilan qo'zg'ab kelib, Uhud tog' bag'ridagi Zanbi niqmoga tushirdim. Ularning hammasi menga toki Muhammad va uning odamlarini tub yildizidan quritib yo'qotmoqcha bu yerdan ketmaslikka ahd berdi" dedi. Kayb uning so'zini anglagandan keyin, "Ey ibn Axtab, azbray Xudo, sen menga yer jahonning izzatini emas, balki yer jahonning xo'rliqini va guldiri bor yomg'ir yo'q qora bulutni ilib kelibsan. Ey Huyay, mening bilan qaring bo'lmasin, Muhammad menga sadoqat va vafo ko'rsatdi" dedi. Lekin Makkor Huyay ibn Axtab Kaybning ig'isidan kirib, burundan chiqib yurib, oxir uningga Allohning nomidan ahli paymon berib, navoda Quraysh va G'atfon qo'shinlari natijasiz qaytib ketib, Muhammadni bir taraf qilib o'tolmasa, men qurg'onga sen bilan birga kirib, boshqa kelganni tang ko'rman dedi. Shuning bilan Kayb ibn Asad payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan tuzgan ahda va kelishimlarni yirtib tashlab, musulmonlar bilan bo'lgan munosabatni uzib
qarşılaşmoqchi va mushriklar bilan birga urush sepiga qatılmoqchi bo'ldi. Bani Qurayza Yahudlari urush oldidagi tayyorlik xizmatlarini amaliy ishladi. Ibn Issoq rahimahulloh mundaq deydi. Safiya binti Abdul Muttallib raziyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ammasi Hassan ibn Sabit raziyallohu anhu qal'asining ustida turib Hassan ibn Sabit raziyallohu anhu shu yerda ayollar va bolalar bilan birga edi. Safiya raziyallohu anha mundaq degan: Shu asnoda biz turayotgan qal'a atrofiga bir Yahudi paydo bo'lib, untinsiz tipirlab, uyoq-buyoqlarga chepishga boshladi. Uçaqlarda Bani Qurayza Yahudilari bizga urush e'lon qilgan bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan munosabatni uzgan edi. Biz bilan ular o'tirisida hech qanday mudofaa to'sig'i mavjud emas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam barliq musulmonlar dushman oldingi sepiga otlanib ketgan bo'lib, navoda birarsi bizga tegish qilib qolsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldingi sapni tashlab qaytib kelolmaydi. Shunga men Hasan ibn Sabitqa: "Ey Hasan, qara, o Yahudi qal'a atrofida cho'gilib qoldi. Qasam qilmanki, agar bu Yahudi bizning mudofiasiz ekanligimizni bilib qolsa, o'z odamlariga xabar qilmaydi, degili bo'lmaydi. Halbuki Rasululloh va sahobalar oldingi safda. Shunga sen darhol tushib, uni o'ldirayotgin", dedim. Hasan: "Alloh bilan qasamki, sen bilasan, bunda qilish mening mas'uliyatim emas", deb javob berdi. Shuning bilan men belimni bog'lab, qo'limga cho'moqni oldimda, qal'adan tuvanga tushib, uni paylab turdim. Bir chaqda fursat kelibdi, uni orqa-orqadan cho'moqlab, oxir o'ldirib etdim. Onun qal'aga yenib chiqib: "Ey Hasan, yaqi Yahudini men tushib bir taraf qilib etdim. Sen tushib uning narsa keraklarini elib chiqqan. U er kishi bo'lg'achqa mening yaqin berishim afsiz ekan", desam, Hasan: "Mening u Yahudining narsa keraklariga hojitim yo'q", deb unimidi. Haqiqatan mu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ammasi Safiya raziyallohu anha ning bu ajoyib jasoratining musulmonlarning xotin qizlarini va narasida go'dak bolalarini dushmanning qasdidan muhofazat qilishda g'oyat zo'r ijobiy rol bo'lgan edi. İgilinishicha, Yahudlar bu qal'a va qurg'onlar odatdagicha mudofaadan tamoman xoli turuqliq musulmonlar qo'shinining kuchli mudofaasi ham jangovar holati bilan qo'g'dilib etildi deb bilgan. Shunga ular bundaq harakatlar bilan qayta shug'ullanishga jur'at qila olmagan. Lekin o'zlarining musulmonlardan yuz o'rib mushriklarga qo'shilganligini amaliy ifodalash uchun mushriklarning tajovuzchi qo'shiniga iqtisodiy ta'minot, madad berishga boshlagan. Keyingi kunlarda musulmonlar ularning mushriklarga yordam qilgan iyona to'gilaridan 20 to'gini qo'lga tushirgan. Yahudlarning ahdini buzganligi to'g'risida deki xabar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga anladi. U darhol bu xabarning rost yolg'onligini aniqlab bakmoqchi bo'ldi. Chunki Bani Qurayza Yahudlarning maydoni aniq bir tarafga ayrilgandilar, ondan ularga harbiy jihatda muvofiq tadbir qo'llanilib bo'ladi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu xabarni aniqlash uchun Said ibn Ma'us, Said ibn Ubada, Abdullah ibn Ravha qatorliqlarni avatdi va sizlar berib bu xalqlar to'g'riliq deyilgan gap so'zlarning rost yoki yolg'onligini aniqlab ko'ringlar. Agar rost shundoq bo'lsa, menga gapni agitib tanglar. Men shuningdan bilib olay. Kishilar orasida vahim paydo bo'lib qolmasin. Navoda ular va'dasida mahkam turgan bo'lsa, uni el orasida o'nlik jakarlanglar, dedi. Elchilar Bani Qurayz mahallasiga yaqinlab berib edi. Ularning allaqachon musulmonlardan yuz o'rganligi bayqaldi. Ular elchilarni ochiqdan ochiq tillab haqoratladi. Hatto Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga til uzatib, Rasululloh degan kim u? Biz Rasululloh Ansara deganlarni tonimaymiz. Biz bilan Muhammadning orasida hech qanday ahd va paymon degan gap yo'q, deb jo'yladi. Shuning bilan elchilar keyniga o'rilibla qaytib ketishdi va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, o'zal va qora deb gap agitishdi.
Yani ular Yahudilar özel ve Qara aymoqlarning Rajiya ahliga vafosizlik qilgandek vafosizlik qilibdi demoqchi bo'lishdi. Bu ish shundoq sir tutilgan bo'lsa-mu, kishilar haqiqiy ahvolni sezib qilishdi. Natijada musulmonlarning ko'z oldida ajoyib qo'rqinchli va ajoyib vahimalik yana bir cho'ng xavf-xatar ko'langisi paydo bo'ldi. Shuning bilan bu musulmonlar tarixdagi eng qiyin, eng jiddiy o'tgan bo'lib qoldi. Shuning bilan bu musulmonlar tarixidagi eng qiyin, eng jiddiy o'tgan bo'lib qoldi. Ularning oldida son-sanoqsiz dushman qo'shini cho'mili kabi mig'ildab turardi. Musulmonlarning ularni tashlab qaytib kirish imkoniyati qat'iy yo'q edi. Mushundaq ahvol ostida Bani Qurayza yahudlari orqadan zarb berib qalsa, ularning hujumini to'siydigan hech qanday mudofaa tadbiri yo'q edi. Uning ustiga ayollar va bolalar shu vafosiz aldamchi makkarlarga yaqin joyda hech qanday mudofaasiz va muhofazatchisiz holatda turib o'tadi. Qisqasi, ular Alloh taolo ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardimi, tuvan tarafinglardimi hujum qilib kelgan edi. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tuvan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chakchiyib qolgan, yuraginglar og'zinglarga qoplashib qolgan. Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mo'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tavrinishga uchirgan edi. Qur'oni Karim sura Ahzab 33-sura 10-11 oyatlar deb aytgandek ahvolda qolgan edi. Bu chaqda ba'zi munofiqlarning kesili oshkorlanishga boshladi. Hatto ularning ba'zisi Muhammad bizga Kisra, ya'ni izohatda Iran podshohligi va Qaysar, izohatda Rum podshohligining xazina yambularni yeydiganligimiz to'g'risida va'da beradi. Endi bugun birimiz qo'rqmay hojatkinmi borolmaydigan bo'ldik deb jo'ylasa, yana ba'zilari ishlarni vahimga silib, uylarimiz dushmanga o'chib qoldi. Shunga bizning uyimizga chiqib, ko'zdan kechirib kelishimizga ruxsat qilsang, chunki uylarimiz Madinaning xeli sirtida deb qaytishni iltimos qildi. Hatto Banu Salama aymiqi jang maydonidan chekinish taraddudini qilib yurdi. Bular haqida Alloh taolo bunu oyatni nozil qildi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarda munofiq kesili borlar Alloh va uning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qilib degan deyishadi. Ayni vaqtda ulardan yana bir guruh odam, "Ey Yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar" deyishadi. Ulardan bir guruh odam, "Bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda" deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Bularning uylari ochiqchilikda emas. Ular faqat qechishni o'ylaydi. Qur'oni Karim sura Ahzab 33-sura 12-13 oyatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Hurayza yahudlarning ahdini buzib, Ahzab ko'p qabila birlashma qo'shiniga qo'shilib olganligi to'g'risidagi xabarning rostligini o'qigandan keyin beshini yugab birdan yenichi yotdi. Hatto kishilar orasida har xil fitna ig'vo va g'ulg'ullar ko'paygan edi. Ondan bir chaqda o'rnidan dasturib, Allohu akbar, Alloh hammadan ulug'dir. Ey musulmonlar jamoasi, sizlarga Allohning g'alaba va nusrat ato qilganligi bilan xush xabar berildi, dedi. Onda u hozirgi o'tkinchi vaziyatga qanday taqobil turish ustida plan tadbir tuzishga kirishdi. Ve muşu planның bir qismi sübüdüdə Mədiniga bir muhafizatçı qism əvətib, o yerdəki ayallar və ballarının düşməninin uçtumtu zərbisiga uçrab ketişinin aldını aldı. Lekin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam üçün aytqanda çoxum kəskin tədbir qolunub, Əhzab qoşununu iki cəhətdən parçalaşdың çare amalını izləş tolum zörür idi. Şuna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam muşu planını işə aşırış üçün G'atfan qabiləsinin başlığı Uyeyna İbni Hisni və Harisni İbni Əflər bilən məxbi aloqalashib, ularga öz qoşullarını qaytarıb ketish, badaliga Madinaning meva-cheva mahsulotlarining 3/1 topshirishga kelishim tuzishni o'yladi. Shuna qilganda musulmonlar
Quraysh müşriklari bilanla qalatdi-da, bularni bir taraf qilish tasga to'xtamaydi. Chunki musulmonlar ularning kuch madarini ko'p qatim sinab ko'rgan va bevosita ilishibmi baqqan. Shunga u o'zining bu o'yinni Said ibn Ma'az bilan Said ibn Ubada radhiyallohu anhumalarga maslahat taraqisida aytgan edi. Ular Rasululloh, agar bu Alloh buyurgan ish bo'lsa, so'zingni anglaymiz, shartsiz itoat qilamiz. Ammo u o'z fikring bo'lsa, biz uning qo'shilmaymiz. Chunki bizlar but haykallarga cho'qinib yurgan mushrik chaqlarimizda bu qavm va bu xalqlar bizning yal yemishlarimizni ziyofat so'rinlarida va yoki pul sanab setib olganda ondan yeyalaydi. Hali bugungi kunda Alloh bizni islom va hurmatlab, hidoyat qilib, san orqali bizga o'zimizni qadrlashni bildirganda, ularga hollarimizni tortiq qilamizmi? Yo'q. Alloh bilan qasamki, biz ularga qilishli berimiz xolos deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ikkalin fikrini to'g'ri tepib, shundoq bu mening o'z fikrim edi. Butun arablar bir yandan qo'l chiqarib sizlarga hujum qo'zg'ashqa shundaqroq bir amal qilaymikin deb o'ylagan edim dedi va bu o'ydimmi voz kechdi. Shu asnoda Alloh taolo o'z dargohidan shundaq abjil va dona bir tadbirni o'rlashtirib avatdiki, uning bilan dushmanlar to'pi mat qilindi. Ularning birligi parchalandi va urush qizg'inligini sovutib, jangvorligi yo'qoldi. Alloh taoloning bu vaqtdagi o'rlashtirishi mundaq bo'ldi. Shu asnoda G'atfon qabilasidan Nuaym ibn Mas'ud ibn Amr Ashji ismli bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, men bugundan e'tiboran musulmon bo'ldim. Mening musulmon bo'lganligimni xalqim tek uqmaydi. Shung meni o'zing xolab bir ishga buyurgin" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga, "Undaq bo'lsa, sen bak muhim odam. Shunga sen bir iloj qilib, dushmanni chekindirishning amalini qilgin. Chunki jang degan hiyla nayrang demakdir" dedi. Shuning bilan u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yenidan chiqqancha Udul Bani Qurayza yahudlarning qishig'i bordi. O'z vaqtida Bani Qurayza yahudlari bilan ijil o'tadi va ularning ichidagi muhim kishilar bilan ko'rishib, "Mening sizlar bilan bo'lgan do'stligimni, bo'libmi mening sizlar bilan bo'lgan munosabatimning qo'yuqligini bilasizlar. Shundaqmi?" dedi. Ular, "Rost deysan, shundoq" deyishdi. Nuaym, "Mundaq bir ishni o'ylab baqdinglarmi bilmayman. Qurayishlarning ahvoli sizlarninkiga qat'iy o'xshamaydi. Yurt makon sizlarning, mol-mulk, bola chaqa va qiz-xotinlaringlar mushu yerda. Bu yerdan boshqa joyga ko'chib ketolmaysizlar. Qurayishlar bilan G'atfonlar Muhammad va uning odamlarini yo'qotmoq uchun kelibdi. Sizlar ularga hamdamda bo'lib yordam berdinglar. Qurayish va G'atfonlarning mol-mulk, bola chaqa, yurt makonlari yiroq joylarda qoldi. Ular hozir fursat kutib turyotdi. Talay kelsigu keldi. Navoda kelmay qolsa, ular sizlarni Muhammadga tashlab berib, yurt makonlariga tikib etdi-da, ondan Muhammad intiqomni sizlardan oladi" dedi yahudlar. "Ey Nuaym, seningcha biz qanday qilamiz?" deb taqozolik bilan so'rashdi. Shunda qilib Nuaym ularga, "Meningcha Qurayishlar sizlarga ra'no qo'ymog'icha urushga qatnashmanglar" deb javob berdi. Ular, "Nihoyat dono yo'l ko'rsatding" deyishdi. Nuaym Bani Qurayza yahudlarning qishidan chiqib, Udul Qurayish doiralarining yeniga bordi va ularga, "Mening sizlarga bo'lgan do'stligimni va samimiy sodiqligimni obdan bilasizlar, shundaqmi?" degan edi. Ular, "Albatta shundaq" deyishdi. Shuning bilan u, "Mundaq ish, Bani Qurayza yahudlari Muhammad va uning odamlari bilan bo'lgan ahdlarini buzganligiga pushaymon qilishib, sizlarning ichinglardagi nupuzli kishilardan bir qanchaylarni ra'niga ilib, Muhammadga tutib berib, buzilgan munosabatni asliga keltirib olishga tutishibdi. Shunga ular tarafdan elchi kelib, ra'na so'rasa, oldirab berib qo'ymanglar" deb qo'ydi. Ondan bu yerdan chiqib, G'atfon qabilasining qatiboshlari bilan ko'rishdi va ularga shuning o'xshash bir gaplarni dedi. Atsi shanba, ya'ni Hijriyaning 5-yili Shavvolning ma'lum bir kuni edi.
ақшымы гүгім түшівді, Құрайшылар Құрайза Яһудыларға адам әвәтіп, biz bu joyda turaveramizmi? Chunki ulug'larimiz o'lib ketishga boshladi. O'tik oyoqlarimiz yirtilishga boshladi. Shunga bugun harakatga kelsanglar. Muhammad bilan tig'mu-tig' ilishib bir taraf bo'lsa, dedi. Buningga qarata Yahudlar javob qaytarib, bugun kungi shanba, sizlar bilasizlar, burun biz xalqdan shanba kunda ish chiqarganlarning beshiga nima kunlar kelmadi. Undaq bo'lmagandimi, sizlar bizga muhim kishilaringlarni raniga qo'ymoqcha, sizlar bilan biz birga jangga qatnasha olmaymiz, deb shart qo'ydi. Elchilar Yahudlarning bergan javobini va o'tirib qo'ygan shartlarini elib kelib edi. Quraysh, G'atfon doiralari Azbroy Xudo Nuaym bizga rost aytibdi ekan, deyishib qoldi. Shuning bilan ular Yahudlarga qayta elchi avatib, Azbroy Xudo bizlarga bir odamni raniga qo'ymaymiz, lekin sizlar to'planib kelsanglar, Muhammad bilan tig'mu-tig' ilishib bir taraf bo'lsaq, dedi. Buni anglagan Qurayza taraf Azbroy Xudo Nuaym rost aytibdi ekan deyishdi. Natijada ikki taraf bir-biridan gumonlanib qoldi. Bo'linish va ixtiloflar dushman kuchlarining har qaysi saflarida keng ko'lamda yamrab ketdi. Mushriklarning irodasi bo'shab, jang qizg'inligi sovishga boshladi. Musulmonlar Allohga duo qildi. Ey Alloh, aybimizni yopgin, qo'rqinchligimizni ko'tarib atgin, deb iltijo qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ahzab qo'shiniga qarata Allohdan duo qilib, ey Alloh, kitob Qur'onni nozil qilguvchi Alloh, hisobni tez olguvchi Alloh, Ahzab qo'shinini mag'lub qilgin, ey Alloh, ularni mag'lub qilgin va ularning orasiga tavrinish solgin, deb tilaydi. Allah Taala o'z payg'ambarining mo'min musulmonlarning duosini haqiqatan ijobat qildi. Mushriklar sepiga tabriqa va ziddiyat ushquni tutishib, ichidan parchalanishni tezlatdi. Uning ustiga Allah Taala ularga shamol bo'rondan iborat o'zining g'oyib qo'shinini avatdi. Shiddatlik bo'ron chapqun ularning chidar bargohlarini urib tashlab, qozon qo'mishlarini dumko'mtirib atdi. Yana bir tarafdan Alloh taolo ularga farishtalarni avatib, ularning qalblariga qo'rqinch vahim soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'g'uq qattiq bo'lgan ashu kechasi dushmanning ahvolini o'qib kelish uchun Huzayfa ibn Yamani raziyallohu anhuni avatgan edi. U berib dushmanning nihoyat beoromlik ichida qaytish tayyorligini qilayotganligini bayqadi. Shundan bilan u darhol qaytib kelib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni vaqiflantirdi. Rasululloh bu xabardan intayin xushnud bo'lgan holda kechani bidor o'tkazdi. Atsi atigini Alloh taolaning irodasi bilan dushmanlarning hech qanday natijasizla kelgan yo'li bilan qaytib ketganligini ko'rdi va shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qitimliq qonliq to'qinishdan saqlanib qoldi. Alloh taolaga hamdu sanolar bo'lsin. U o'z va'dasini ishga oshirdi. O'zining qo'shinini g'olib qildi. Bandisi Muhammadun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yordam qildi. Ahzab qo'shinini o'z yolg'iz tarmar qildi. Natijada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'amdan xalos bo'lib Madinaga qaytdi. Ahzab urushi miyat izohatda sahih rivoyatga asoslanganda Hijriyaning 5-yili Shavvolda yuz bergan. Mushriklar musulmonlarni 1,5 oy chamisida muhosiraga elib turgan. Tarixiy manbalarning har qaysi taraflarini birlashtirib ko'rganimizda muhosira shu yili Shavvolda boshlanib, Zulqaydada oxirlashgan. Ibn Said rahimahullohning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xandak urush maydonidan Zulqaydaning 23-kuni chorshanba qaytib kirgan deyiladi. Demak, Ahzab urushi qonliq urush bo'lmasdan, balki kaskin bir maydon siyosiy urush bo'lib, uningga tilga olg'udak o'lish, o'ldirilish voqealari yuz bermagan bo'lsa-mu, lekin u islom tarixida mushriklarning ikki jihatdan parchalanishi bilan oxirlashgan. Eng kaskin voqealigi, eng jiddiy urushlarning biri bo'lib qoldi. U mushrik arab kuchlaridan har qanday bir kuch Madinada o'siyotgan, ya'ni musulmonlarning qo'shinidan iborat. Bu yubran ko'chatni
yo'li bitilmaydi deganni jahon ahliga to'nitdi. Yo'li bitilmaydi amaliyotda. Bu yumran ko'chatni yo'li bitilmaydi deganni jahon ahliga to'nitdi. Chunki mushrik arablar har qancha kuchsimu ahzab urushida to'plangandek qayt to'planolmaydi. Shu jihatdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ahzab qo'shini chekinganda endi biz ularga hujum qilamiz. Ular bizga hujum qila olmaydi. Biz qo'shin tortib boramiz. Ular qo'shin tortib kela olmaydi degan edi. Assalomu sevimli qarindoshlarim. Biz o'qib bir soatdan oshirib yetib qoldik. Kechirsizlar. Chunki birini o'qisa, keyindan texmo qiziqarliq muhim mazmunlar bo'lg'ashqa uni o'qimay to'xtab qo'yishga ko'nglim bormadi. Uning ustiga Ramzonga beklam az kunlar qolibdi. Tugaydiganga. Shunga vaqtni chinroq tutib, ko'proq o'qib qo'ysak, vaqtimiz yetsa, anglasak, vaqtimiz yetmasa, keyingi vaqtlarda vaqtinglarni chiqarib diqqat bersanglarmi bo'ladi. Eng muhimi shu Ramzon jarayonida mushni bir o'qib olsam degan niyatim bordi. Shunga to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Diqqat bergan barliq qarindoshlarimga Alloh rahmat qilsin. Undaq bo'lsa, biz mushada to'xtaylik. Adilikka Alloh buyursa, Bani Qurayza jangi deb yana bir jang bor ekan. Mush mazmundan boshlab bevosita anglashni boshlaymiz. Unda bo'lsa, hammanglarga Allohga omonat.